Assalomu alaykum qadrli audio hikoyalar kanali tinglovchilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga kutilmagan voqealarga boy, insonni chuqur o'yga toldiradigan bir qismat qissasini havola etamiz. Qahvangizni oling, qulay joylashib oling. Biz boshladik. Odamlar meni ko'rsa, orqamdan pichirlashadi. Ba'zilari ochiqchasiga tupuradi. Tuppa-tuzuk yigit, kuch-quvvati joyida. Borib onasi tengi kampirga uylandimi? Erkaklik g'ururi qayerda qoldi deyishadi. Ularning gapi to'g'ri. Mening ismim Sardor. Yoshim 25 ta. Bo'yim baland. Ko'rinishimdan kamchiligim yo'q. Ammo men o'z xohishim bilan o'zimdan 35 yosh katta ayolga, Nazira Sultonovaga uylandim. Hamma meni Alfons deb o'ylaydi. Ular mening Nazira opaning pullariga uchganimni, uning hashamatli uylarida yashashni istaganimni gapirishadi. Lekin hech biron kimsa mendan, Sardor, nega bunday qilding? Seni nima majbur qildi deb so'ramaydi. Haqiqat esa har doimgidek odamlar o'ylagandan ko'ra ancha achchiq va qo'rqinchliroq. Hammasi 3 oy oldin onamning to'satdan yiqilib qolishi bilan boshlandi. Biz otasiz o'sganmiz. Onam bechora bozorda ko'kat sotib meni va singlimni katta qildilar. O'qitdilar. Yemay yedirdilar. Men institutni bitirib endigina ishga kirgan paytlarim edi. Bir kuni ishdan kelsam, onam hovlida hushsiz yotibdilar. Tez yordam, kasalxona, reanimatsiya. Doktorning gapi boshimga balg'oqdek urildi. Yurak klapanlari ishdan chiqqan. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Hindistonda yoki Germaniyada. Narxi kamida $15,000. Agar bir oy ichida qilinmasa, onangizni yo'qotamiz. $15,000. Bizning oddiy oilamiz uchun bu fantastik summa edi. Men yugurdim. Qarindoshlardan so'radim. Yuz burishdi. Bankka bordim. Garovga qo'yadigan mol-mulkim yo'q deb kredit berishmadi. Do'stlarimdan qarz so'radim. Hammasi bahona qildi. Vaqt esa o'tib borardi. Onam kundan kunga so'lib borardilar. Har safar ularning ko'zlariga qaraganimda o'zimni ojiz va notavon his qilardim. Nahotki men yosh va sog'lom erkak bo'la turib, onamni qutqara olmasam deb o'zimni yeb bitirardim. Men qo'shimcha ish qidira boshladim. Kunduzi ofisda, kechasi taksichilik qilardim. Lekin bu pullar dorilarga zo'rg'a yetardi. Taqdirning hazilini qarangki, men Nazira Sultonova bilan aynan taksichilik qilayotganimda tanishdim. Yomg'irli tun edi. Men buyurtma bo'yicha shahar markazidagi eng qimmat restoran oldiga bordim. Mashinamga yoshi 60larga borgan. Lekin o'ziga juda oro bergan. Egnida qimmatbaho mo'ynali postin, barmoqlarida brilliant uzuklar taqqan ayol o'tirdi. Bu shahardagi yirik qurilish kompaniyalaridan birining egasi, Temir xonim laqabli Nazira Sultonova edi. U orqa o'rindiqda Birov bilan telefonda qattiq gaplashardi. Men senga aytdim. Bu tender mening qo'limda bo'ladi. Menga dushmanlik qilganlar tirik qolmaydi. Tushundingmi? Men indamay mashinani haydadim. Manzilga yetgach u sumkasidan pul chiqardi. $100 kupyura uzatdi. Qaytimi yo'q opa dedim. Men qaytim kerak emas. Qolgani senga choychaqa dedi u mensimay. Men pulni oldimda unga qaytarib berdim. Menga Birovning sadaqasi kerak emas. Haqqim qancha bo'lsa shuni bering. Yoki maydalab keling. Nazira opa menga birinchi marta e'tibor bilan qaradi. Uning ko'zlarida hayrat va qiziqish paydo bo'ldi. Odatda hamma uning oldida egilib turardi. G'ururing baland ekan yigit dedi u kinoya bilan. Pulga muhtojga o'xshaysan. Lekin sadaqa olmaysan. Isming nima? Sardor. Telefon raqamingni yozib qoldir. Balki menga shaxsiy haydovchi kerak bo'lib qolar. Men raqamimni berdim.
Lekin u qo'ng'iroq qiladi deb o'ylamagandim. Lekin ertasi kuni u telefon qildi. Ofisimga kel. Gap bor. Men bordim. Uning ofisi butun boshli qasrga o'xshardi. Nazira opa meni stulga o'tkazdi. Men seni surishtirdim Sardor, dedi u to'g'ridan to'g'ri. Onang kasal ekan. Operatsiyaga katta pul kerak. Senda esa bir tiyin yo'q. Men qizarib ketdim. Bu mening shaxsiy ishim. Bu endi mening ham ishim bo'lishi mumkin, dedi u. Va stol ustiga qalin konvert tashladi. Bu yerda $20,000 bor. Onangni operatsiya qildir. Keyin davolat. Sanatoriylarga yubor. Hammasiga yetadi. Yuragim hapqirib ketdi. Onam tuzaladilar. Rahmat opa. Nima xizmat bo'lsa ayting. Qul bo'lib ishlayman. Oyingizni men uzaman. Nazira opa kuldi. Bu kulgi sovuq va g'alati edi. Menga puling ham, xizmating ham kerak emas. Menga kerak. Men qulog'imga ishonmadim. Tushunmadim. Sen menga uylanasan, dedi u xuddi biznes shartnomasi imzolayotgandek. Rasmiy nikoh. Fuqtiyo. Katta to'y. Hammasi qonuniy bo'ladi. Lekin siz. Men tilim aylanmay qoldi. Siz mendan ancha kattasiz-ku. Ha. Men sening onang tengiman. Nima bo'libdi? Nazira opa o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Menga yosh, kelishgan kerak. Odamlarning ko'zini bo'yash uchun emas. Menga yelkadosh kerak. Buning sababini keyin bilasan. Xullas, shartim shu. Sen menga uylanasan. Men onangni davolataman. Agar rozi bo'lmasang, hoziroq chiqib ket. Onangning taqdiri sening qo'lingda. Men o'yladim. O'zimning or-nomusim, yigitlik g'ururim, kelajagim va onamning hayoti. Ko'z oldimga onamning oqarib ketgan yuzlari, bolam deb pichirlashlari keldi. Agar men hozir yo'q desam va onam o'lib qolsalar, men o'zimni hech qachon kechira olmasdim. Erkaklik g'ururi onamning jonidan ustunmi deb so'radim o'zimdan. Yo'q, ustun emas. Men boshimni ko'tardim va Nazira opaning ko'zlariga tik qaradim. Men roziman. To'yimiz shahardagi eng qimmat restoranda bo'ldi. Bu to'y emas, sirk tomoshasi edi. Nazira opa oppoq kelin ko'ylakda, 60 yoshda, yuziga bir tonna pardoz qilib olgandi. Men esa qora kostyumshimda, xuddi qurbonlikka olib ketilayotgan qo'ydek turardim. Zalda yuzlab mehmonlar bor edi. Nazira opaning biznes hamkorlari, dushmanlari, qarindoshlari. Hamma bizga qarab kular, pichirlashardi. Qara, nevarasi tengi bolaga tegibdi-ya. Bolani qara. Pul uchun o'zini sotibdi. Ikkalasida ham uyat yo'q ekan. Mening qarindoshlarim to'yga kelishmadi. Faqat singlim keldi. U ham burchakda yig'lab o'tirdi. Onam kasalxonada edi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgandi. Nazira opa va'dasida turib pulni o'tkazgandi. Onamga chet elga ishlagani ketyapman, pul jo'natdim deb aldaganman. Agar ular mening kampirga uylanganimni bilsalar, o'sha zahoti yuraklari to'xtab qolardi. Nikoh o'qildi. Fuqtiyodan o'tdik. Kuyov, kelinni o'ping deb baqirishdi mast mehmonlar. Men Nazira opaning ajin bosgan, qalin upa surilgan yuziga yaqinlashdim. Uning o'tkir atir hidi dimog'imga urildi. Ko'nglim aynab ketdi. Zo'rg'a yuzidan o'pib qo'ydim. Nazira opa esa g'olibona jilmayib turardi. U go'yo butun dunyoga men nima xohlasam shuni olaman deb jar solayotgandek edi. To'y tugadi. Bizni hashamatli Rolls-Royce'da Nazira opaning shahar chetidagi qasriga olib ketishdi. Mening yuragimda qo'rquv bor edi. Hozir eng dahshatli payt keladi. To'y kechasi. Men 25 yoshdaman. U 60 da.
Men bu ayol bilan qanday qilib bir to'shakda yotaman? Qanday qilib unga erlik qilaman? O'zimni zo'rlaymanmi? Yoki u mendan shunchaki o'yinchoq sifatida foydalanmoqchimi? Biz yotoqxonaga kirdik. Bu xona juda katta. Qirollar yotoqxonasiga o'xshardi. O'rtada ulkan karavot. Nazira opa eshikni qulfladi. U menga o'girildi. Uning yuzidagi o'sha sovuq biznesmen ayol niqobi birdan yo'qoldi. U charchagan, keksaygan ayolga aylandi. U boshidagi kelinlik ro'molini, fatasini yulib tashladi. Menga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumdim. Bo'ldi Sardor. Chida. Onang uchun. Bu sening burching deb o'zimga buyruq berdim. Lekin Nazira opa kutilmagan ishni qildi. U shkafni ochdi va u yerdan bir dasta qog'oz va to'pponcha olib chiqdi. Yechinma Sardor, dedi u jiddiy ovozda. Bugun to'y kechasi bo'lmaydi. Jinsiy aloqa haqida unut. Men seni to'shagimni isitish uchun sotib olmadim. Men hayron bo'lib ko'zimni ochdim. Unda nega? Nega menga uylandingiz? Nazira opa stulga o'tirdi va to'pponchani o'ynay boshladi. Chunki men o'lyapman Sardor. Menda saraton bor. Bor yo'g'i 6 oyim qoldi. Men qotib qoldim. Saraton. Ha. Mening milliardlab pulim bor. Lekin hech kimim yo'q. Jiyanlarim, qarindoshlarim, hammasi mening o'lishimni kutib, merosimni bo'lishish uchun pichoq qayrab turishibdi. Agar men hozir o'lsam, ular mening yagona qizimni tiriklayin yeyishadi. Qizingiz. Men hayratdan yoqa ushladim. Sizning qizingiz bormi? Hamma sizni farzandsiz deb biladi-ku. Bor. Lekin u oddiy emas. U nogiron. Ruhiy kasalxona ro'yxatida turadi. Men uni yillar davomida dunyodan yashirib keldim. Agar qarindoshlarim bilsa, uni jinnixonaga tiqib, hamma boylikni o'zlashtirib olishadi. Nazira opa menga tikilib, ko'zlarida yosh miltilladi. Birinchi marta bu Temir xonimning ko'z yoshini ko'rdim. Menga er kerak emasdi Sardor. Menga qo'riqchi kerak edi. Menga sadoqatli it kerak edi. Sen onang uchun o'z g'ururingdan kechding. Demak, sen sotqin emassan. Sen fidoi inson. Shuning uchun seni tanladim. Sen mening qonuniy erim sifatida barcha merosimga ega chiqasan. Va mening vafotimdan keyin qizimni, Malikani himoya qilasan. Uning vasiysi bo'lasan. Nazira opa to'pponchani menga uzatdi. Bu kecha uxlamaysan. Eshik tagida poyloqchilik qilasan. Chunki bugun tunda mening jiyanlarim meni o'ldirishga urinib ko'rishlari mumkin. To'y kechasi suiqasd uchun eng qulay payt. Tayyormisan? Kuyov bola. Haqiqiy to'y endi boshlanadi. Men to'pponchani qo'limga oldim. U og'ir edi. Demak, men kampirga er bo'lish uchun emas, balki qonli urush askari bo'lish uchun kelgan ekanman. Tayyorman, dedim men. To'y kechasi. Tashqarida tun qorong'uligi. Xona ichida esa o'lim sharpasi kezib yurardi. Nazira opa, o'sha Temir xonim, dori ichib karavotda behush bo'lib uxlab qoldi. Uning yuzi pardozsiz juda keksaygan. Azob chekayotgani bilinib turardi. Uxlashidan oldin menga, eshikni ichkaridan qulfla va ko'zingni lola qilib o'tir. Agar kimdir kirmoqchi bo'lsa ot. Javobini o'zim beraman degandi. Men qo'limda og'ir Makarov to'pponchasi bilan eshik yonidagi kresloda o'tirardim. Soat tungi 3 bo'ldi. Sukunat shunchalik og'ir ediki, devordagi soatning chiq-chiq etishi balg'oqdek eshitilardi. O'ylardim, men kimman o'zi? Kecha onasining dorisi uchun yugurib yurgan oddiy yigit edim. Bugun esa milliarder kampirning qo'riqchisiman. Agar hozir kimdir kirsa, rostdan ham otamanmi? Odam o'ldira olamanmi? Shu payt eshik tutqichi sekin, juda ehtiyotkorlik bilan pastga bosildi. Yuragim to'xtab qolayozdi.
Eshik qulf edi. Tashqaridagi kimsa eshik ochilmaganini bilgach, biroz to'xtab qoldi. Keyin eshik tirqishidan nimadir tiqib, qulfni ochishga urina boshladi. Bu oddiy mehmon yoki xizmatkor emasdi. Bu o'g'ri yoki qotil edi. Men oyoq uchida yurib, eshikka yaqinlashdim. To'pponchani shayladim. Chiq etdi. Eshik sekin ochildi. Ostonada qora kiyimdagi, yuzi niqoblangan bir sharpa paydo bo'ldi. U qo'lida pichoq ushlab olgandi. U xonaga bir qadam qo'yishi bilan men uning bo'yniga to'pponchani tiradim. Qimirlama dedim past, ammo vahshiy ovozda. Otib tashlayman. Sharpa qotib qoldi. Pichoq qo'lidan tushib ketdi. Men uning niqobini yulib oldim. Bu yoshgina yigit Nazira opaning uyidagi haydovchilardan biri Sanjar edi. O'ldirmang Sardor aka deb yig'lab yubordi u pichirlab. Meni majburlashdi. Kim majburladi deb so'radim to'pponchani uning chakkasiga bosib. Botir aka. Nazira opaning jiyani. Bor tekshir. Agar kampir uxlagan bo'lsa, mana bu dorini uning stakaniga qo'shib qo'y dedilar. Muzlab qoldim. Sanjar cho'ntagidan kichkina idishcha chiqardi. Zahar. O'z jiyani o'z xolasini to'y kechasiyoq zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan. Yo'qol dedim men Sanjarni itarib. Agar bu haqida g'iring desang yoki yana urinib ko'rsang, seni Botir emas men o'ldiraman. Sanjar qochib ketdi. Men eshikni qayta qulfladim va tonggacha mijja qoqmadim. Bu uy qasr emas. Ilonlar uyasi ekan. Ertalab Nazira opa uyg'ondi. U ancha tetiklashgandi. Men unga tunda bo'lgan voqeani aytib berdim. U hayron qolmadi. Shunchaki labini tishladi. Botir shoshqaloqlik qilibdi. Demak ular mening o'lishimni kutishga sabri chidamayapti. U menga qaradi. Rahmat Sardor. Sen sinovdan o'tding. Endi senga eng katta boyligimni ko'rsataman. Biz 3-qavatga ko'tarildik. Bu qanotga hech kimning kirishi mumkin emasdi. Derazalar panjaralangan. Eshiklar temirdan edi. Nazira opa kalit bilan eshikni ochdi. Xona ichi kutilmaganda yorug' va rang-barang edi. Hamma yoqda o'yinchoqlar, rasmlar, gullar. Xonaning o'rtasida molbert oldida bir qiz o'tirardi. U orqasi bilan o'tirgandi. Uzun qop-qora sochlari beliga tushib turardi. Malika dedi Nazira opa yumshoq ovozda. Qiz o'girildi. Men hayratdan qotib qoldim. U juda go'zal edi. Yoshi men tengi. Ehtimol mendan kichikroq. Yuzi farishtadek beg'ubor. Ko'zlari katta-katta. Lekin bu ko'zlarda aql uchquni yo'q edi. U xuddi 5 yoshli boladek boqardi. Malika meni ko'rib qo'rqib ketdi va onasining orqasiga berkinib oldi. Oyi, bu kim? Devmi deb so'radi u qaltirab. Nazira opa uni bag'riga bosdi. Yo'q qizim. Bu dev emas. Bu Sardor aka. U bizning himoyachimiz. U seni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi. Malika menga ishonqiramay qaradi. Keyin qo'lidagi qo'g'irchoqni menga uzatdi. O'ynaysizmi? Men o'zimni g'alati his qildim. Yuragim ezilib ketdi. Shunday go'zal qiz. Milliarder ayolning qizi. Lekin aqli zaif. O'ynayman dedim va qo'g'irchoqni oldim. Malika kuldi. Uning kulgusi shunchalik sof ediki. Bu kir va xavfli uyda yagona yorug'lik shu edi. Nazira opa meni chekkaga tortdi. U autizmning og'ir formasi bilan tug'ilgan. Bundan tashqari bolaligida otasi, mening birinchi erim, uni mast holida qattiq urgan. Shundan keyin u rivojlanishdan to'xtab qoldi. U 22 yoshda, lekin aqli 7 yoshli bolanikidek. Nazira opa yig'lab yubordi. Sardor, agar men o'lsam, Botir uni jinnixonaga tiqadi. U yerda uni xo'rlashadi, o'ldirishadi.
Ular uchun malika shunchaki merosga to'siq. Sen malikaga uylanishing shart emas. Lekin qonuniy vasiyligini olishing kerak. Mening butun boyligim malikaga qoladi. Sen esa uni boshqarasan. Buning evaziga senga 30% ulush beraman. Faqat qizimni asra. Men malikaga qaradim. U yana rasm chizishga kirishgandi. U kapalak rasmini chizayotgandi. Men tushundimki, endi ortga yo'l yo'q. Men nafaqat onam uchun, balki shu begunoh qiz uchun ham bo'rilar bilan olishim kerak. Tushlik vaqti bo'ldi. Nazira opa, yur, mening oilam bilan tanishasan dedi. Katta zalda uzun stol atrofida o'nlab odamlar o'tirardi. Ular Nazira opaning jiyanlari, amakivachchalari va ularning xotinlari edi. Biz kirishimiz bilan hamma jim bo'ldi. Nigohlar menga qadalgandi. Masxara, nafrat, hasad. Stolning to'rida Nazira opaning o'ng tomonida 35 yoshlardagi semiz, ko'zlari ayyor bir erkak o'tirardi. Bu Botir edi. Kechasi Sanjarni yuborgan buyurtmachi. Kelin kuyovlar tushdilar-ku, dedi Botir baland ovozda kulib. Xolajon, tunda yaxshi dam oldingizmi? Kuyov bola vazifasini o'tadimi? Stol atrofidagilar xaxolab kulishdi. Men mushtimni tugdim, lekin indamadim. Nazira opa joyiga o'tirdi. Botir, ovqatingni ye. Chaynamasdan yutib yuborma. Tiqilib qolmasin, dedi u xotirjam. Bu gapda zaharing o'zingga qaytmasin degan ishora bor edi. Botirning kulgusi o'chdi. U menga o'qrayib qaradi. Tushlikdan keyin men hovliga chiqdim. Toza havo olishim kerak edi. Ortimdan Botir keldi. Uning qo'lida sigaret bor edi. Quloq sol yigitcha, dedi u tutunni yuzimga puflab. Sen bu o'yinni tushunmayapsan. Sen shunchaki qo'g'irchoqsan. Xolam sendan foydalanib, keyin axlatga tashlaydi. Bu mening ishim, dedim men. Senga taklifim bor. Botir menga yaqinlashdi. Xolamning qancha umri qolganini bilaman. U o'lgandan keyin baribir hech narsasiz qolasan. Biz seni sudga beramiz. Nikohni soxta deymiz. Qamatamiz. Lekin agar hozir bizga yordam bersang, senga $50,000 beraman va onangni Hindistonga o'zim jo'nataman. Nima qilishim kerak, so'radim men uni sinash uchun. Juda oddiy. Xolamning dori qutisini almashtirib qo'yasan. Yoki malikaning xonasi kalitini menga berasan. U jinnini bir joyga sayohatga jo'natamiz. Demak, ularning maqsadi aniq. Nazirani o'ldirish yoki malikani yo'q qilish. Men Botirning yoqasidan oldim. Meni eshit Botir, dedim tishimni tishimga bosib. Men sotilmayman. Onamni o'zim davolataman. Agar malikaga yoki Nazira opaga bitta barmog'ingni tekkizsang, seni o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Botir qo'limni siltab tashladi. Afsuslanasan bola. Juda qattiq afsuslanasan. Onangdan xavotir olsang bo'lardi. Kasalxonada hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu ochiq tahdid edi. Men uydan otilib chiqdim va mashinaga o'tirdim. Onam. Ular onamga zarar yetkazishmoqchi. Men kasalxona tomon gazni bosdim. Lekin ko'zgu orqali qaraganimda orqamdan ikkita qora jip tushganini ko'rdim. Ular meni ta'qib qilishyapti. Men shahar ko'chalarida quvib o'tish o'yinini boshladim. Ulardan qochishim kerak edi. Agar ular onamning qaysi palatada yotganini bilishsa. Telefonim jiringladi. Notanish raqam. Ko'tardim. Sardor, dedi notanish ovoz. Orqangdagi mashinalardan qochishga urinma. Onangning palatasida hozir mening odamim o'tiribdi. Uning qo'lida shprits bor. Agar mashinani to'xtatmasang, onang yurak xurujidan vafot etadi. Men tormozni bosdim. Mashina g'iyqillab to'xtadi. Orqadagi jiplardan barvasta yigitlar tushib keldi. Ular mening mashinam eshigini ochib,
Meni tashqariga sudrab chiqarishdi va boshimga qop kiydirishdi. Dunyo qorong'ulashdi. Men faqat bir narsani o'ylardim. Onamni qutqara olmadimmi? Zulmat qa'ridan boshimga chelaklab sovuq suv quyilganda o'zimga keldim. Ko'zimni ochdim. Lekin atrof simziyo qorong'i emas. Xira lampochka yorug'ida edi. Men qo'llarim bog'langan holda temir stulda o'tirardim. Atrof nam va zax. Devorlari beton. Bu qandaydir eski omborxona yoki yerto'la edi. Qarshimda Botir turardi. U qo'lida temir tayoq. Armatura o'ynardi. Yonida esa o'sha meni o'g'irlab ketgan ikki barvasta yigit. "Xo'sh, qahramon", dedi Botir masxaromuz kulib. "O'zingga keldingmi? Onangni o'ylayapsanmi? Onamga tegsang", deb baqirmoqchi bo'ldim. Lekin jag'imga tushgan kuchli zarbadan og'zim qonga to'ldi. Botir sochimdan ushlab boshimni ko'tardi. "Menga qara bola. Menda vaqt kam. Hozir onangning oldidagi odamingga telefon qilaman. Agar aytganimni qilmasang, onangning ukoliga havo yuborishadi. 1 daqiqada o'ladi." U telefonini karnay, ya'ni baland ovoz rejimiga qo'ydi. "Allo bos", dedi. Telefondagi ovoz. "Kampir uxlayapti. Hamma narsa tayyor. Buyruq bering", dedi. Mening vujudimni sovuq ter bosdi. "Nima qilishim kerak?" so'radim xirillab. Botir jilmaydi. "Aqlli bola. Mana bu qog'ozga qo'l qo'yasan. Unda yozilganki, men Sardor Nazira Sultonovani aldab, uning ishonchiga kirib, malikaning vasiyligini olish uchun unga uylandim. Aslida mening maqsadim uning boyliklarini o'zlashtirish va malikani ruhiy kasalxonaga yuborish edi. Bu qog'oz bilan men xolamni sudga beraman. Nikohni bekor qildiraman va vasiylikni o'zim olaman. Sen firibgarlik bilan 10 yilga ketasan. Lekin onang tirik qoladi." Tanlov dahshatli edi. Onamning hayoti yoki Nazira opa va malikaning taqdiri. Agar qo'l qo'ysam, Botir Nazira opani o'ldiradi. Malikani esa jinnixonaga tiqib yuboradi. Men xoin bo'lib qolaman. Agar qo'l qo'ymasam, onam o'ladi. "Menga qalam ber", dedim men boshimni egib. Botir xursand bo'lib qo'limni yechdi va qalam uzatdi. Men qalamni oldim. Qog'ozga egildim. Botir menga yaqin kelib jarayonni kuzatib turardi. Shu payt men bor kuchimni to'pladim va qalamni Botirning qo'liga emas, to'g'ri ko'ziga sanchdim. Botir "Voy dod" deb baqirib, yuzini ushlab yiqildi. Men stuldan sakrab turdim va yonidagi yigitning qorniga boshim bilan zarba berdim. Lekin 3-yigit chaqqon chiqdi. U orqamdan kelib bo'ynimdan bo'g'di. Men havosiz qoldim. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Botir bir ko'zi qonagan holda o'rnidan turdi. Uning basharasi vahshiy tus olgandi. "O'ldiringlar", deb baqirdi u. "Itdek o'ldiringlar buni. Onasini ham qo'shib o'ldiringlar." Ayni shu vaqtda Nazira opaning qasrida g'alati ishlar ro'y berayotgandi. Nazira opa meni yo'qolib qolganimni sezib xavotirda edi. Telefonim o'chgan. Mashinam ko'chada qoldirilganini gips orqali bilishgandi. To'satdan 3-qavatdan malikaning xonasidan dahshatli chinqiriq eshitildi. Nazira opa yugurib chiqdi. Malika xonaning o'rtasida o'tirib, bor ovozi bilan qichqirardi. Uning oldida qog'oz va qora qalam bor edi. U qog'ozni butunlay qora rangga bo'yab tashlagandi. Faqat o'rtasida qizil bilan chizilgan bir shakl bor edi. "Nima bo'ldi, qizim?" Nazira opa uni quchoqladi. Malika qaltirab rasmga ishora qildi. "Sardor aka. Qorong'i. Qon", dedi u duduqlanib. "Bo'ri yeyapti Sardor akani. Bo'ri yeyapti." Keyin Malika derazaga yugurib borib, shahar chetidagi eski sanoat zonasi tomonni ko'rsatdi. "Anavi yerda. Qutqaring." Nazira opa qizining g'ayritabiiy sezgisi borligini bilardi. Autizm bilan og'rigan ba'zi insonlarda shunday qobiliyat bo'ladi.
U darhol telefonini oldi va maxsus raqamni terdi. Bu raqam politsiya emas, balki shaharning ko'lankadagi xo'jayini. Eski tanishi Qodir polvonniki edi. Qodir, yordaming kerak. Kuyovimni o'g'irlashdi. Botirning ishi. Lokatsiyani jo'nataman. Tiriklayin topish kerak. Qarzim bo'lmaydi. Yer to'lada meni do'pposlashardi. Men polga yiqilgandim. Og'zimdan, burnimdan qon ketardi. Qovurg'alarim singan bo'lsa kerak. Nafas olishim qiyin edi. Botir tepamda turib tepardi. O'lasan iflos. Baribir o'lasan. U yerdan armaturani oldi. Boshingni majaqlab tashlayman. U armaturani ko'tardi. Men ko'zimni yumdim va onam bilan xayolan vidolashdim. Kechiring, oyi. Shu payt yerto'laning temir eshigi dahshatli gurs etgan ovoz bilan buzilib tushdi. Ichkariga qora maskali, avtomat ko'targan 4 kishi bostirib kirdi. Hech qanday ogohlantirishsiz o'q uzildi. Botirning yonidagi yigitlar oyoqlaridan yaralanib yiqilishdi. Botir qo'rqib ketib armaturani tashladi va qo'llarini ko'tardi. Otmanglar. Men Botirman. Naziraning jiyani. Niqoblilardan biri oldinga chiqdi va Botirning jag'iga shunday kuchli musht tushirdiki, Botir hushidan ketib yiqildi. O'sha odam niqobini yechdi. Bu 50 yoshlardagi chandiqli yuzli erkak. Qodir polvonning odami edi. U menga yaqinlashdi. Iplarimni kesdi. Tirikmisan kuyov bola deb so'radi u dag'al ovozda. Qaynonang seni juda qadrlaydi. Bunday tezkor guruhni har kimga ham yubormaydi. Men o'rnimdan zo'rg'a turdim. Boshim aylanardi. Onam, dedim men xirillab. Kasalxonada. Botirning odami bor. Xavotir olma, dedi qutqaruvchi. Bizning yigitlar allaqachon kasalxonada. O'sha mehmonni hojatxonada bog'lab qo'yishdi. Onang xavfsiz. Men yengil tortib devorga suyandim. Lekin ko'zim polga hushsiz yotgan Botirga tushdi. G'azab meni qamrab oldi. U onamni o'ldirmoqchi bo'ldi. U meni xo'rladi. Men yerdan Botirning armaturasini oldim. Qutqaruvchi meni to'xtatmadi. Qiziqish bilan kuzatdi. Men Botirning tepasiga keldim. Uni o'ldirishim mumkin edi. Bir zarba va tamom. Lekin men qotil emasman. Hali emas. Men armaturani uning qo'l barmoqlari ustiga tushirdim. Suyaklarning qarsillagani eshitildi. Botir hushsiz holida ham ingrab yubordi. Bu onamni qo'rqitganing uchun, dedim men. Keyingi safar boshing bo'ladi. Meni Nazira opaning uyiga olib kelishdi. Darvoza oldida Nazira opa va Malika turardi. Men mashinadan tushishim bilan Malika yugurib keldi. U meni qonga belanganimdan qo'rqmadi. Sardor aka deb meni quchoqlab oldi. Bo'ri ketdimi? Men og'riqqa qaramay uning sochlarini siladim. Ketdi Malika. Bo'ri endi tishlay olmaydi. Nazira opa menga yaqinlashdi. Uning yuzida g'urur bor edi. Sen erkaksan Sardor. Haqiqiy erkak. Botirni o'ldirmaganing yaxshi bo'ldi. O'lik Botirdan ko'ra mayib Botir bizga xavfsizroq. Endi u sendan qo'rqadi. Biz ichkariga kirdik. Xizmatkorlar mening jarohatlarimni bog'lashdi. O'sha kecha men tushundimki, mening hayotim butunlay o'zgardi. Men endi oddiy taksichi Sardor emasman. Men bu oilaning bir qismiman va men bu urushda g'alaba qozonishim kerak. Lekin biz bilmasdikki, Botir shunchaki qo'g'irchoq edi. Asl dushman ancha qudratliroq va u soyada berkinib turardi. Va u Malikaning sirini bilardi. Ertasiga ertalab Nazira opa meni kabinetiga chaqirdi. U juda jiddiy edi. Sardor, endi asosiy ishga o'tamiz. Botir o'yindan chiqdi. Lekin meni o'ldirishga urinayotgan boshqa kuch bor. Va bu kuch Malikaning haqiqiy otasi bo'lishi mumkin. Otasi. Hayron bo'ldim men. U o'lgan demaganmidingiz? Men shunday degandim. Hamma shunday deb o'ylaydi.
Lekin u tirik. Va u Malikaning borligini bildi. Endi u qizimni olib ketmoqchi. Chunki Malika shunchaki kasal qiz emas. Uning qonida milliard dollarlik sir yashiringan. Nazira opa kabinetida sigaret chekib o'tirardi. Uning qo'llari titrardi. Men uning qarshisida hali ham jarohatlarim og'rig'ini his qilgan holda o'tirardim. Sardor, senga Malikaning otasi o'lgan degandim. Boshladi u chuqur xo'rsinib. Aslida u tirik. U oddiy odam emas. U Jahongirxon. Eshitganmisan? Bu ismni eshitib etim junjikib ketdi. Jahongirxon 90-yillarda butun respublikani titratgan. Hozir esa chet elda yashab, yashirin bizneslarni boshqaradigan kriminal avtoritet edi. Malika uning qizi. Davom etdi Nazira opa. Biz yoshligimizda birga yashaganmiz. Jahongirxon meni emas, mening boshqaruvchilik qobiliyatimni sevardi. Malika tug'ilganda, u autizm bilan tug'ilganini bilib, Jahongirxon bizdan voz kechdi. Menga nogiron bola kerak emas deb bizni ko'chaga haydadi. Unda nega hozir Malika unga kerak bo'lib qoldi? So'radim men. Nazira opa seyfni ochdi va u yerdan eski bir fotosuratni oldi. Unda 5 yoshli Malika qandaydir raqamlar yozilgan doska oldida turardi. Malikaning aqli zaif bo'lgani bilan unda savant sindromi bor. Uning xotirasi kompyuterdek. U bir marta ko'rgan narsasini umrbod eslab qoladi. 15 yil oldin Jahongirxon politsiyadan qochib ketayotganda o'zining butun boyligi, olmoslar va offshor hisob raqamlarining kodlarini yagona xavfsiz joyga yashirmoqchi bo'ldi. U bu kodlarni qog'ozga yozishga qo'rqdi. U 5 yoshli Malikani chaqirib, unga uzun raqamlar va belgilar ketma-ketligini ko'rsatdi. Qizim, buni yodlab ol. Bu bizning o'yinimiz dedi. Malika bir qarashda yodlab oldi. Keyin Jahongirxon qochib ketdi. U o'yladiki, Malika ulg'aygach kodlarni aytib beradi. Lekin u bilmasdiki, Malika gapirmay qo'yadi va faqat o'z dunyosida yashaydi. Tushunyapsanmi, Sardor, dedi Nazira opa ko'zimga tikilib. Malikaning miyasida kamida 100 million dollarlik boylikning kaliti bor. Jahongirxon buni biladi. U qaytib keldi. U qizini davolatmoqchi yoki sevgani uchun emas. Uning miyasini ochib kodlarni olish uchun qidiryapti. Agar Jahongirxon Malikani olsa, kodlarni bilgach uni o'ldiradi. Keraksiz guvoh sifatida. Men dahshatdan qotib qoldim. Bechoragina. Begunoh Malika. U shunchaki tirik seyf ekandi-da. Bu suhbatdan keyin Malikaga bo'lgan munosabatim butunlay o'zgardi. Men unga endi milliarderning qizi deb emas, taqdirning qurboni deb qaraydigan bo'ldim. Men ko'p vaqtimni u bilan o'tkaza boshladim. Uning xonasiga kirib, u bilan rasm chizardim. Malika g'alati qiz edi. U gapirmasdi, lekin nigohlari bilan hamma narsani tushuntirardi. Bir kuni bog'da aylanib yurganimizda u to'satdan to'xtadi. Yerda yotgan yarador chumchuqni ko'rdi. Malika chumchuqni kaftiga oldi. Unga nimadirlar deb pichirladi va menga uzatdi. Tuzating, dedi u sekin. Men chumchuqning oyog'ini bog'lab qo'ydim. Malika xursand bo'lib mening yuzimga qo'lini tekkazdi. Uning qo'llari yumshoq va issiq edi. Sardor aka, yaxshi, dedi u va boshini ko'kragimga qo'ydi. O'sha lahzada men g'alati hisni tuydim. Bu sevgi emasdi. Erkak va ayol o'rtasidagi. Bu qandaydir chuqur mehr va mas'uliyat hissi edi. Men tushundimki, bu qizni bo'rilarga yem bo'lishga yo'l qo'ymayman. U mening singlimdek, qizimdek bo'lib qolgandi. Oradan 2 hafta o'tdi. Bir kuni kechki ovqat paytida Nazira opa to'satdan qoshig'ini tushirib yubordi. U o'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin gandiraklab yiqildi. Og'zidan qora qon keldi. Nazira opa. Men yugurib borib uni ko'tardim. Tez yordam, shaxsiy shifokorlar Nazira opani yotoqxonaga yotqizishdi.
Doktor bosh chayqadi. Metastazlar miyaga o'tibdi. Sanoqli kunlar qoldi. Balki bir hafta. Balki undan ham kam. Nazira opa o'ziga kelganda meni chaqirdi. Uning ovozi juda past edi. Sardor, vaqt keldi. Notariusni chaqirganman. Hamma narsani, butun kompaniyani va malikaning vasiyligini sening nomingga o'tkazdim. Endi sen bu imperiyaning qirolisan. Faqat ehtiyot bo'l. Men o'lishim bilan Jahongirxon hujumga o'tadi. Botir ham qamoqdan chiqish yo'lini qidiryapti. Meni, Malikani yoniga olib chiq. U bilan xayrlashay. Men Malikani olib kirdim. Malika onasining o'layotganini his qildi shekilli. Yig'lamadi. U onasining qo'lini ushlab uzoq vaqt o'tirdi. Nazira opa qizining sochlarini silab ko'z yosh to'kdi. Meni kechir qizim. Men senga yaxshi ona bo'lolmadim. Seni yashirdim. Uyaldim. Endi Sardor akang bor. Unga ishon. Ertasiga ertalab men Nazira opaning dorilarini olish uchun dorixonaga chiqqandim. Xavfsizlik uchun o'zim borardim. Mashinamga o'tirmoqchi bo'lganimda yonimda qora Mercedes Gelandewagen to'xtadi. Oynasi tushdi. Orqa o'rindiqda oppoq kostyum kiygan. Sochlari oppoq. Lekin qarashlari burgutdek o'tkir bir kishi o'tirardi. Bu Jahongirxon edi. Men uni suratda ko'rgandim. O'tir Sardor, dedi u xotirjam ovozda. Gaplashamiz. Qochishning iloji yo'q edi. Atrofni uning soqchilari o'rab olgandi. Men mashinaga o'tirdim. Jahongirxon menga qimmatbaho sigaret qutisini uzatdi. Chekasanmi? Yo'q. Yaxshi. Sog'lom turmush tarzi menga yoqadi. U menga sinchkovlik bilan qaradi. Sen yaxshi yigitsan Sardor. Onang uchun o'zingni qurbon qilding. Nazira senga nimalar dedi? Meni yirtqich qotil dedi-ya. U sizni qizingizdan voz kechgan odam dedi. Jahongirxon kuldi. Nazira har doim voqealarni o'ziga moslab gapiradi. Men voz kechmaganman. U qizimni o'g'irlab ketgan. Mayli. O'tmishni qo'yaylik. Kel biznes haqida gaplashamiz. Nazira o'lyapti. U o'lgandan keyin sen uning hamma narsasiga ega chiqasan. Lekin o'ylab ko'r. Sen kimsan? Oddiy taksichi. Sen bu imperiyani boshqara olmaysan. Seni yeb qo'yishadi. Botir, prokurorlar, raqobatchilar. Sen bir oyga ham bormaysan. Yo qamalasan, yo o'lasan. Nima taklif qilyapsiz, so'radim men. Jahongirxon barmog'idagi uzukni aylantirdi. Menga faqat qizim kerak. Malika. U mening qonim. Men uni davolatmoqchiman. Shveysariyada eng zo'r klinikalar bor. Senga taklifim shunday. Nazira o'lgandan keyin vasiylikdan voz kechasan va Malikani menga berasan. Buning evaziga u oldimga diplomat chamadon qo'ydi. Ochib ko'r. Men diplomatni ochdim. Ichida ko'p dollar taxlanib turardi. Bu yerda $1 million bor. Naqd va Dubaydan kvartira. Senga yangi pasport qilib beraman. Onangni olib xohlagan joyingga ketasan. Boy, erkin va baxtli yashaysan. Hech qanday nogiron xotin. Hech qanday dushmanlar. Hech qanday bosh og'rig'i yo'q. Faqat bitta imzo va qizni menga topshirasan. Mening boshim aylandi. $1 million. Bu pul bilan men nafaqat onamni, balki butun avlodimni ta'minlay olardim. Malikachi. Axir bu uning o'z otasi-ku. Balki rostdan ham davolatar. Balki Nazira opa bo'rttirgandir. Lekin Malikaning ko'zlari esimga tushdi. Sardor aka bo'ri ketdimi? Degani. Nazira opaning gapi. Kotlarni olgach uni o'ldiradi. O'ylab ko'r, dedi Jahongirxon. Vaqting kam. Nazira bugun yoki ertaga uziladi. Agar taklifimni rad etsang,
Men baribir qizimni olaman. Lekin unda sen tirik qolmaysan. Onang ham. Tanlov o'zingda. Men mashinadan tushdim. Qo'limda diplomat yo'q edi. Lekin Jahongirxonning tashrif qog'ozi cho'ntagimda edi. Uyga qaytdim. Malika zinalarda o'tirib meni kutayotgan ekan. Keldingizmi dedi u xursand bo'lib. Men unga qaradim. $1 million yoki shu nogiron qizning hayoti. Shayton qulog'imga pichirlardi. Pulni ol. Qiz baribir kasal. U hech narsani tushunmaydi. Otasi nima qilsa qilsin. Sen o'z hayotingni qutqar. Men Malikaning oldiga o'tirdim. Malika, agar men ketsam, otang bilan ketasanmi? Malika cho'chib tushdi. U mening qo'limni mahkam ushlab oldi. Yo'q. Ota yomon. Ota uradi. Ota qorong'i xonaga qamaydi. Sardor aka, meni bermang. Uning bu gapi hamma shubhalarimni tarqatib yubordi. Demak, Nazira opa haq ekan. Jahongirxon unga azob bergan. Men qaror qildim. Men sotilmayman. Lekin o'sha tunda kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Nazira opa jon berdi. Uyda motam boshlandi va ayni shu paytda hovliga politsiya va prokuratura xodimlari bostirib kirdi. Ularning boshida kulib turgan Botir va Jahongirxonning advokati turardi. Sardor Abdullayev dedi prokuror. Siz Nazira Sultonovani qasddan zaharlab o'ldirishda va vasiyatnomani soxtalashtirishda gumonlanib hibsga olinasiz. Shayton o'zining ikkinchi rejasini ishga solgandi. Tuhmat va hibs. Mening qo'limga kishan solib, Nazira opaning uyi oldidan olib chiqib ketishdi. Malika yuqori qavat derazasidan qarab, oynani mushtlab yig'lardi. Uning ovozi eshitilmasdi. Lekin lablari Sardor aka deb pichirlayotganini ko'rib turardim. Meni to'g'ri tergov izolyatoriga olib borishdi. Tergovchi. Semiz. Ko'zlari qisiq bir odam stol ustiga daliliy ashyolarni qo'ydi. Xo'sh Sardor Abdullayev. O'yin tugadi. Mana bu idishcha sening yotoqxonangdagi yostiq tagidan topildi. Ichida mishyak. Kuchli zahar bor. Nazira Sultonovaning qonidan ham xuddi shu zahar topildi. Bunga nima deysan? Men kulib yubordim. Bu alamli kulgi edi. Bu Botirning ishi. Ular meni tuzoqqa tushirishdi. Nazira opa saratondan o'ldi. Ekspertiza xulosasi bor dedi tergovchi sovuqqonlik bilan. Saraton bor edi. To'g'ri. Lekin o'lim sababi o'tkir zaharlanish. Bundan tashqari Botir guvohlik berdi. Uning aytishicha, sen unga kampirni tezroq o'ldirsam boylikka ega chiqaman deb aytgansan. Hamma yo'l yopilgan edi. Jahongirxonning puli va Botirning ayyorligi birlashib meni burchakka taqagandi. Senga taklifim bor dedi tergovchi ovozini pasaytirib. Hozir iqrorlik ko'rsatmasini yozasan. Jahl ustida qildim deysan. Biz senga yengillik beramiz. 15 yil bilan qutulasan. Agar yozmasang, umrbod qamoq. Onang ham sherik sifatida tergovga tortilishi mumkin. Onam. Yana onam bilan tahdid qilishyapti. Men tishimni tishimga bosdim. Men o'ldirmadim va hech narsani imzolamayman. Agar onamga tegsalaring, bu yerdan chiqib hammangni bo'g'izlayman. Tergovchi ishora qildi. Kameraga ikkita barvasta loqay kirdi. Ular meni do'pposlashni boshlashdi. Men hushimni yo'qotguncha faqat Malikani o'yladim. U bechora nima bo'ldi? Bo'rilarning qo'liga tushdimi? Men qamoqda kaltak yeyotgan paytimda Malikani o'z uyidan olib chiqib ketishdi. Botir uning qo'lidan sudrab Jahongirxonning mashinasiga tiqdi. Malika qichqirardi. Tishlardi. Lekin kuchi yetmasdi. Jahongirxon uni shahar tashqarisidagi o'zining maxsus qo'riqlanadigan villasiga olib bordi. Villada Jahongirxon Malikani bir xonaga qamadi. Bu xona oppoq. Devorlari yumshoq. Jinnixonadagidek edi. Xo'sh qizim dedi Jahongirxon kirib kelib.
U juda muloyim ko'rinardi. Meni tanidingmi? Men dadangman. Malika burchakka qisilib oldi. Yo'q. Siz dadasiz, lekin yomonsiz. Sardor aka qani? Onam qani? Jahongirxon xo'rsindi. Onang o'ldi. Sardor esa u onangni o'ldirgani uchun qamaldi. Endi faqat ikkimiz qoldik. Malika boshini chayqadi. Yolg'on. Sardor aka yaxshi. Siz o'ldirgansiz. Jahongirxonning sabri tugadi. U Malikaning jag'idan ushlab o'ziga qaratdi. Menga qara tentak. Men senga ertak aytib bergani kelmadim. Meni eshityapsanmi? 15 yil oldin men senga raqamlar ko'rsatgandim. Qizil doskada. Esladingmi? Malika ko'zlarini yumib oldi. Eslamayman. Ket. Jahongirxon qarsak chaldi. Xonaga oq xalatli bir doktor kirdi. Qo'lida shprits bor edi. Bu haqiqat dorisi, dedi Jahongirxon. Buni yuborsak miyangdagi hamma narsa otilib chiqadi. Lekin juda og'riqli bo'ladi. Malika yig'lab yubordi. Sardor aka, qutqaring. Kutilmagan najot. Meni tergov izolyatoridan markaziy qamoqxonaga etap qilishayotgandi. Maxsus mashina tunda yo'lga chiqdi. Ichimda umid so'ngandi. Men endi o'limga mahkum edim. Mashina shahar chetidagi kimsasiz yo'ldan ketayotganda birdan qattiq portlash ovozi eshitildi. Mashina ag'darilib ketayozdi va to'xtadi. Tashqarida o'q ovozlari yangradi. Jahongirxon meni yo'lda o'ldirtirmoqchi shekilli deb o'yladim. Orqa eshik ochildi. Qarshimda qora maskali avtomatli yigitlar turardi. Sardor Abdullayev kim, deb baqirdi bittasi. Men. Ular meni sudrab tushirishdi. Meni mashina orqasiga olib o'tishdi. U yerda qora Land Cruiser turardi. Mashina eshigi ochildi va Qodir polvon ko'rindi. U sigaret chekib o'tirardi. O'tir kuyov bola. Sayr tugadi. Men hayron qoldim. Siz meni qutqardingizmi? Qodir kuldi. Men emas. Nazira qutqardi. U o'limidan oldin menga katta summa va bir papka qoldirgan. Agar meni o'ldirishsa va Sardorni qamashsa, uni olasan. U mening qizimning yagona umidi degan. Men lafzli odamman. Biz mashinada ketdik. Hozir seni qidiruvga berishadi, dedi Qodir. Rasman sen qochqinsan. Lekin menda Jahongirxonni to'xtatish uchun bitta qozir bor. Nima u? Nazira menga Jahongirxonning 15 yil oldingi jinoyatlari yozilgan fleshkani ham bergan. Agar bu fleshka prokuraturaga, halol prokurorlarga yetsa, Jahongirxonni umrbod qamashadi. Lekin bizga vaqt kerak. Jahongirxon Malikani qiynayapti. Kodni olishi bilan qizni o'ldiradi. Ular qayerda, so'radim men mushtimni tugib. Tog'dagi Burgut villasida. Juda mustahkam qo'riqlanadi. Lekin mening yigitlarim tayyor. Bugun tunda hujum qilamiz. Men ham boraman, dedim qat'iy. Borasan. Malikani faqat sen tinchlantira olasan. Jahongirxon o'z maqsadiga erishish uchun eng past usullarni qo'llayotgandi. Dori ta'sir qilmagach, Malikaning organizmi dorini ko'tarmay talvasaga tushib qoldi. Jahongirxon boshqa yo'lni tanladi. U katta ekranda mening, Sardorning kaltaklanayotgan videomni qo'ydi. Buni tergovchidan olgandi. Qara, deb baqirdi Jahongirxon. Sevgiling o'lyapti. Agar hozir raqamlarni aytmasang, men uning kallasini uzib tashlayman. Malika ekrandagi qonli yuzimni ko'rib dod solib yubordi. U qo'llari bilan boshini ushlab polga yiqildi. Uning miyasida blok ochildi. Qo'rquv va muhabbat kuchliroq chiqdi. Aytaman, deb qichqirdi Malika. Aytaman. Faqat Sardor akani urmang. Jahongirxon xursand bo'lib diktofonni yoqdi. Ayt qizim. Eshitaman. Malika tebranib, ko'zlarini bir nuqtaga tikdi. U xuddi robot kabi gapira boshladi. Qizil, kvadrat,
7 8 4 5 Shimol 99 Oq ayiq. Bu shunchaki raqamlar emasdi. Bu so'zlar va raqamlar aralashmasi edi. Jahongirxon qog'ozga yozib olardi. Uning qo'llari titrardi. 100 million dollar. Malika 10 daqiqa davomida to'xtamay gapirdi. Oxirida u jim bo'ldi va hushidan ketdi. Jahongirxon qog'ozga qaradi. Kod to'liq edi. U Botirga. U ham shu yerda gipsli qo'li bilan turardi. O'girildi. Kodni oldik. Qiz endi kerak emas. Nima qilamiz so'radi Botir. Baxtsiz hodisa. Uyni yoqib yubor. Qiz ichida qolib ketsin. Sardor uni qutqaraman deb keldi va ikkalasi yonib ketdi deb ssenariy tuzamiz. Botir benzin kanistrini oldi. U Malikaning xonasiga kirdi. Malika polda behush yotardi. Botir benzinni xonaga va Malikaning atrofiga sepdi. "Xayr jiyan", dedi u gugurtni yoqib. "Sen tug'ilmasliging kerak edi." Shu payt deraza oynasi jarang etib sindi. Tashqaridan snayper o'qi Botirning yelkasiga tegdi. Botir yiqildi. Gugurt qo'lidan tushib ketdi. Lekin benzinga yetmadi. "Hujum!" deb baqirdi Jahongirxon tashqariga qarab. Darvozani yuk mashinasi buzib kirdi. Qodir polvonning odamlari va men ichkariga bostirib kirdik. Haqiqiy urush boshlandi. Men otishma ichida uyga qarab yugurdim. "Malika, men keldim." Uy ichida tutun bor edi. Gugurt boshqa joyga tushib parda yonib ketgandi. Men xonaga kirdim. Botir yerdan to'pponcha olib Malikani nishonga olib turardi. U yarador bo'lsa ham otishni istardi. "Qimirlama Sardor", dedi u xirillab. "Bir qadam bossang, miyasini sochib yuboraman." Men to'xtadim. Qo'limdagi qurolni tushirdim. Malika o'ziga keldi. U Botirni va meni ko'rdi. "Sardor aka", dedi u zaif ovozda. "Qurolingni tushir Botir", dedim. "Hamma narsa tugadi. Politsiya yo'lda. Men uchun baribir", deb baqirdi Botir. "Men baribir o'likman. Lekin senlarni ham o'zim bilan olib ketaman." U tepkini bosmoqchi bo'ldi. Shu on Malikaning ko'zlarida g'alati o'zgarish bo'ldi. U poldan shishaning siniq bo'lagini oldi va kutilmagan chaqqonlik bilan Botirning oyog'iga sanchdi. Botir og'riqdan baqirib mo'ljalni yo'qotdi. O'q shiftdagi qandilga tegdi. Men fursatdan foydalanib Botirga tashlandim. Bu safar men uni ayamadim. Lekin asosiy dushman Jahongirxon qochib ketayotgandi. U vertolyot maydonchasi tomon yugurardi. Jahongirxon vertolyot maydonchasiga yugurib chiqdi. Uning qo'lida qog'oz, kod yozilgan va diplomat bor edi. Vertolyot parvozga tayyor turardi. "Tezroq uch", deb baqirdi u uchuvchiga. Lekin uchuvchi joyidan qimirlamadi. U sekin boshini o'girdi. Bu uchuvchi emas, Qodir polvonning odami edi. "Reys bekor qilindi, xon", dedi u to'pponchani Jahongirxonga qaratib. Jahongirxon orqaga tisarildi. Shu payt zinadan men va Qodir polvon chiqib keldik. Jahongirxon qopqonga tushgandi. U vahima bilan atrofga qaradi. Keyin telefonini olib bank ilovasiga kirdi va Malika aytgan kodlarni terishga shoshildi. Hozir pullarni boshqa hisobga o'tkazaman va hammangni sotib olaman", deb baqirdi u telbalarcha. "Menda 100 million dollar bor." U kodni terdi. Tasdiqlash tugmasini bosdi. Ekranda yozuv paydo bo'ldi. Jahongirxonning ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. "Nima? Bu bo'lishi mumkin emas." U telefonni yerga urib sindirdi va tiz cho'kib qoldi. "Nazira", deb o'kirdi u osmonga qarab. "O'lib ham meni laqillatding-a. Jodugar." Men unga yaqinlashdim va yerdagi singan telefonga qaradim. Ekranda qizil harflar bilan "Hisob raqam bo'sh. Mablag' no" degan yozuv. Kulib turgan smaylik belgisi qotib qolgandi. Shu payt uzoqdan politsiya sirenalari eshitildi.
Qodir polvon Nazira opa bergan fleshkani prokuraturaga yetkazgandi. Jahongirxonning qo'liga kishan solishdi. U qarshilik qilmadi. Uning ruhi allaqachon o'lgandi. Bu 15 yil davomida qidirgan xazinasi shunchaki sarob edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hayotda har qanday qiyinchilik ortida bir yorug'lik borligiga ishoning. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Audio hikoyalar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.